Assalomu alaykum qadrli parvoz aka ukalar. Charchamasdan hamma yaxshimi? Tinch omon yuribsizlarmi? Xo'p, kaptarlardan o'tgan safargi videodan keyin sotiladigan sotilib ketdi hammasi. Undagi o'zim qiziqib bir ikkita bunaqalardan qilib qo'ydim. Mo'ladi yangi olib keldim, mana shu chinnilarda menimcha shu modasi ozgina og'riyapti-da. Mah, 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 mah. Mah, mah. Axlati hamcha suyulib qolibdi kaptarda. Bir jup narmo'da ekan, jubbas ekan. Anjonzod 3 mo'roq dedi. Uchirtirganim yo'q kaptarda. Bu safar uchirtirmadim chunki moda setara nardi qanati bor ekan, u formada bas naram gilamlilarini tashab halicha bor ekan. Lekin uchsa kerak, endi tarbiya qilish kerak. Bu kaptarlarni anchadan beri uchirmay qo'yishgan. Ayniqsa bizda. Mah. Anjonda bilmadim, uchirayotganlar bordir. Mah, mah, mah. Men o'zim bunaqa tedilarga qiziqyapman mana ularga. Bularni ham yangi olib kelganman bir par. Mah, 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 mah. Mah, mah. Mah, mah, mah. Mah. Orasidan yana olib kelganlarim bor. Mana bitta. Keyin mana oqrag'i. Ana teskari qarab yurayotgan shu bitta. Sinab ko'ramiz. Mana ko'kni olib keldim. Keyin sinab ko'ramiz. Zo'r chiqsa bir hafta 10 kunda yechib uchirib ko'ramiz. Zo'r chiqsa gap yo'q, beraman. Qiziqqanlariga. Yaxshi chiqmasa yo'qotib yuboramiz o'zimiz chetda. Aqaba qilib yuboraman o'zim. Xo'p. Yine ekan akalar, asa hozir kasalda sezoni, chuma sezon hozir. 1-2 kunda o'tib ketmaydi bu kasallik. Dekabrda oxirida tugaydi. Rasa sovuq tushib yanvarga o'tayotganda keyin chiqib ketadi, yana erta bahor keladi bu kasallik. Mah, mah. Mah. Hushyor bo'lasizlar akalar. Begona kaptar, shumshaygan, ozib qolgan kaptar qo'shmanglar qushga. Iloji bo'lsa umuman qo'shmaganlaring yaxshi. Endi rasa ishqivozi bo'lsa, qarab tuzatib olaman desa, bog'lansin, men dorisini beraman. Dorisi bor 100% ta'sir qiladi chumaga. 1 kun 2 kunda o'g'naladi kaptar, sirraz o'g'naladi. Uni olib foydalanayotgan do'stlarimiz, oshnalarimiz juda yaxshi bilyapti. Olib tinmay foydalanishyapti. Mah. Mah, mah, mah. Ko'pini ko'ryapman YouTube'da. Unaqa chuma bo'ldi, unaqa beryapman, bunaqa beryapman. Kasal bo'lib chuma tegib bo'lgandan keyin befoyda, dori berish befoyda. O'zini dorisi bor, o'sha dorini bersa 100% organizmiga kirib ishlaydi. Undan keyin обязательно vaksina qilish kerak kaptarga. Qilmasa befoyda. Bahorga kelganda hozir zo'r yuradi. Yana bitta havo almashayotganda bahorga kelganda yana kaptar ayniydi kasal bo'ladi. Chunki uchib turgan kaptar osmonda uzoq uchsa shunday kasal bo'lishni boshlaydi. Lekin misilcha, chimchiqlar bilan shu donini cho'qib berganda shunday bo'ladi kaptar. Bunaqada begona kaptar qo'shmasa hammasi cho'tki bo'ladi. Bu yangi edi, bugun olib keldim. Buni cho'taja qattiqlik qilyapti, donam yegisi kelmayapti. Yoshligimda boqqan kaptarlarim o'xshaydi. Yoshligimizda shunday kaptarlar boqardik, qizil chinnilaridan. Bu oq chinni yaramaslar, 3 kun 4 kunlab don yemasdi. Xuddi o'sha stilni qilyapti u ham. Bitta joyga o'tirib olib, kuzatib o'tiribdi. Mana shu modasida bor deb o'ylayapman, chunki men qunishib olyapti-da, moda peshonasini patini ko'tarib olyapti, qunishib olyapti kaptar. Qolgani mana ko'ryapsizlar, sog'lom, men o'zimning qo'limda yurgan kaptarlar sog'lom emlab berganman bularni. Oldin bir hafta konkretniy dorisini berib, lecheniyasini qilib, rosa 100% sog'lomlashganda keyin emlanadi kaptar. Emlasa zo'r. Hech qana endi asosan chumaga qarshi emlanadi-yu, boshqa kasalliklar ham tegmaydi. Tegsa ham yengil o'tib ketadi. Beradigan maslahatim shu.
kasal chuma tegandan keyin befoydada una o'rsa beryapman, palon beryapman. O'zini dorisi bor. Otini bilmayman. Otini so'ramanglar. Menga ham paketchada oladigan odamim menga paketchada solib beradi. Otini so'rasam aytmaydi. Olaman deganlar bo'lsa, men o'shandan olib kelib beraman. Qo'limda yo'q, topib beraman lekin men. Men o'zim boqib turgan kaptarlar mana tekka sog'lom. Bitta mana moda shunga o'zgarganga o'xshayapti kaptar mana ko'zimga lekin. Ma. Tedilar ham yomon qattiq bo'lar ekan, ayniqsa modasi vobshe don yemayapti kaptar. Faqat xayolida ketish, qanoti baylaq endi qiyib qo'ysam bo'lar ekan. Qiysam sal kayfiyati tushardi. So'nadi hayotga qiziqishi. Ketaman deb, to'lga ketaman deb silkinyapti xolos moda. Uchirtirib ko'rib olib kelganman, 8 soatda tushgan shu bir jup. Tayida turganman. Ertalab bordim, haydab berdi. Shu bilan 2 kilometr bizdan uzoqroqda boqadi bu odam. Shu bilan o'sha yerda oshnamnikida ish qilaman. Qarab turdim. Shomga yaqin tushdi kaptarlar. Mashina ichidan bir 3-4 ta bor yana sinab ko'raman. Xudo xolasa yaxshi chiqib qolsa aytaman. Keyingi videoda xudo xolasa mana mashi ish ko'rsatar ekan deyman. Sayroga kirib qopti-yu, har holda endi damtasiga jup tushib qolsa qo'yib yuboramiz, ashlarni ham sinab ko'raman. Ko'p aka-ukalarimiz shu videoni o'tkazib ko'rishyapti. Adres qayerda, nomer tashamabsiz, bu edi sotiladigan kaptari bilan tushadigan bo'lsa, albatta nomerim bilan qo'yaman. Adres hamma ma'lumotni aytaman. Bir siqimbatga yolg'on gapiradigan bola emasman men. Kaptar to'lib yotibdi. Bozorda ham boqadigan sheriklarim ham ko'p meni. Tanishda qattiq uchadiganlardan, boqadiganlardan tanishimiz ham ko'p, xudoga shukr. Eskitdan anchadan beri shuning ichida biz. Qiziqish endi bu. Prosta mana Anjon urug'ni yoshligimda uchirganim uchun men yana qaytarib mashinadan 1-2 jup qilmoqchiman, to'plab uchirmoqchiman. Arzon pulga olmadim. Uchirib ko'raman lekin menga qizig'i yo'q. Mashina tavakkalchi bo'laman. Haydab ko'ramiz. Bularni ichcha 1-2 oy ushlayman lekin. Sekin chiqarib qanot beraman modaga shu oralig'ida chiqarib haydab ko'raman. Shu narashi nimalardir qilgisi kelyapti, ketgisi kelyaptimi nardi. Shalaga o'tib olib yuribdi-da. O'zimizni qattiq beladan qo'ymasin, lekin men ular vobshe tushganda yopishib qolyapti kaptarlar boru. Osmondan topib olmay qolyapti, kerak vaqt kelsa. Aytdi oshnamniki uchyapti ekan, olarmikan telefon. Bitta xira ko'rinyapti. Shu yerda oshnamni olib chiqib to'plaganman men ham. Asosan mana uchadigan Pokistonlarda bu 5-6 yildan beri yangi boshlanganda olib kelgan o'rtag'im. Mana sal ko'rinyapti. Asrdan 30 soat 6 tasi bor ekan. Tevasida yana bo'lsa kerak buni. 10 ta 12 ta haydaydi doim. Akalar tinch bo'linglar. Maslahat kerak bo'lsa kommentariyada yozsalaring, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Tinch bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.